Çarvanı obunachilar uchun 7 million 300 ming so'mdan narx boshlab qo'ydi. Yo'q. Videoni orgacha ko'rib, bittadan iltimos tursa, xudo xolasa narxi arzon bo'ladi. Hurmatli YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari, arzon chorvani YouTube'dagi obunachilar. Obunachilar xudo xolasa narxi arzondan qidirib yuradilarmi? Videoni boyda mana like-da minimdek qilib bosib qo'yinglar. Xudo xolasa narxini yo'lliq beradigan o'sha yangi partiya olib keladigan Muhammad Rizo do'stimizda minimal firmalarga yetib kelganmiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida xudo xolasa arzonchi bolani xonadoniga yetib kelganmiz, Muhammad Rizo. Assalomu alaykum, arzon chorvani ashaddiy obunachilar. Obunachilar erkakning gapi bitta. Arzon qo'yib beraman demmi? Arzon qo'yib beraman. Yakkalam ham sotasanmi? Dikkalabga ham sotaman. 10 kishiga bitta ham sotadigan bola mashi bo'ladi. Obunachilar like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Assalomu alaykum, Muhammad Rizo, ko'rinmay ketdingiz. Oshna biz har kuni bo'lamiz kanalimizda. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rishsin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lmaysin. Yangidan yangilari xudo xolasa birinchi bo'ladi. Narxini chiroyli qilib yo'llig'i beradigan Muhammad Rizo do'stimiz yonidan yetib kelamiz. 2026-yil 23-25-iyul sanasida haftani shanba kunida monandaga original shvedlar olib qo'yar ekansiz. Xudo xolasa qaysilardan boshlaymiz? Voy mashallah, novot rangidan so'ragan obunachilarimiz, aloqaga chiqinglar. Shoqi ham ja ko'p emas ekan, ozgina shoqi bor ekan. Bitta ostini ko'rsataylik. Obunachilar, voy, ey, joning sog' bo'lgan. Tayyor eding. Bo'g'oz molni damini berib obunachilar. Oyoq qo'li yo'g'onidan, orqa korobkalari zo'ridan, oldi orqasi bir holidan to'qol variantida, nima Muhammad Rizo? Xudo xolasa to'qol variantida. Bo'ylari necha? Bu bo'ylari oshna olisi 95 pilista. Metr qani? Metrda Yap ketib qolishibdimi? Ha. Xudo xolasa 95 pilisga olasizlar obunachilar. Narxi, yoshoyligi qayergacha dostavkasi bor? Bular dostavkasi oshna Toshkentgacha o'ylashmasiz. Toshkentgacha o'ylamasdan aloqa. Rasprodaja katta Samarqandgacha. Yerda asfalt tugagan joygacha dostavkani berasan. Bo'ldi. O'zbekistondan bo'lsin, shunday yetkazib beraman. Uylar bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, obunachilar hammasini bir tortarga olsalar, o'sha o'rinda maza qilib boqasizlar. Yoshoyligi? Bular yoshoyligi olsa, 6 oyga olsa. Yeb ichishiga qancha garantiyasi bor? Yeb ichishiga hammasiga 1 haftadan garantiyasi. 1 haftadan garantiyasi bor. Obunachilar mana qaranglar. Novot rangidan xudo xolasa zo'r ekan. Kallala boshlariga ham e'tibor berib, baqbaqalang. Ko'ringlar obunachilar. Bitta mashina oldi, yechib ishqibozchilikka ko'rsatib qo'ymaysanmi? Oshna men bu molni yechib ko'rsataman. Aha. Like bosishdimaga? Like bosishga obunachilarimiz. Faqat qo'llab-quvvatlab seni paddishga qilayotgan hojonalarimiz bor. Muhammad Rizo, bilasanmi? Xudo xolasa bizning muxlislarimiz ko'p bo'ladi oshna. Obunachilar mana qaranglar. Menlardan sotishdan to'xtamaymiz. Xudo xolasa haqiqiy originali. O'ynoqlab turishlarga bitta qo'yib yubor mashina oldi. Bir o'ynoqlasin qani. Bor jonivar o'ynab kel. Obunachilar mana qaranglar. Mashalloh. Narxini nech pul qilib berasan buni? Mana gapirchi. Bu narxi nima? Ha? Arzon qo'yaman, arzonchi. Menda urasan qancha qo'yib berasan? 11 million katta rasprodaja. Arzonchimisan shunaqada. 10 million so'mga berasan obunachilarimiz, arzonchisan. 10 million 700 ming so'mga olsin ketdi. 10 million 200 mingga berasan, bor baraka. 10 million 500 ming so'mga olsin. Bor baraka. Obunachilar 10,5 million so'mga aloqaga chiqib, like bossin. Like bossin. Xudo xolasa ikkinchisiga originalidan oq quloq, oq tumshuq, ozgina shoqi bor ekan obunachilar. Qundalari bor. Aha, orqa korobkalari ham xudo xolasa zo'r ekan. Aslan ham tegirsaz qo'yaylik. Kamerani to'siyapsan. Mana qaranglar, obunachilar to'rttasi to'rt yerdaligidan. Bo'ylari necha keladi? Bular bo'ylari buni ham 95 pilska. Yoshoyliklari? Metr emas bo'yga tortishib o'tiribman. Yoshoyliklarini ayt. Bular yoshoyliklarimi? Aha. Olsin 5,5 oyga. 5,5 oylik qolarasizlar. Obunachilar bitta yechib ko'rsatamiz buni ham. Cho'jani. Barasha qo'ynoqlarchi bugun yechib ko'rsatamiz hamma molni xudo xolasa. Qo'lini chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Obunachilar mana qaranglar. Baqbaqalarga e'tibor beringlar. Xudo xolasa originallaridan ham Muhammad Rizo. Katta originallaridan go'zallar. Narxini necha pul qilib berasan? Bu narxini oshna. Bunisini 10,5 qo'ydim. Aha. Katta rasprodaja 500 ming so'm tushdim. 600 ming tushib qo'ydim, nima qilasan? 9 million 900 ming so'm ikkita 9 ga. Bor baraka. Ikkita 9 ga.
Bor baraka, obunachilar aloqaga chiqinglar, like bosinglar. 9 million 900 mingga qayda beradi? Arzonchida beradi. Ferminni variantidan ham olmadingiz. Go'zallar, yo'q. Bitta ostini, maşallah, obunachilar. Ostlari ham like bosib Ha. Boshlam ikkalasini jib qo'yib beramiz. Ikkalasini jib qo'yib berasiz. Savdo. Ha, hammasini yechib ko'rsataylar bugun. Bo'ylari ne? Bo'ylarimi? Olishsa, 80 puldan olishsa. 90 plyusdan olishadi. Ha. Xudo xolasa obunachilar, ikkinchisi ham xudo xolasa ostlari haqiqiy ideal holatda ekan. Bor jonivar, sen ham elan peshirlar. Bahbaqalari ham haqiqiy zo'ridan, fermerdan chiqqanidan qaranglar. Obunachilar xudo xolasa zo'r ekan mana shu molni. Tavsiya qilinadi. Hamma mol bayda zo'r. Sifatli mol olib keladi xudo xolasa. Xohlasa sifatlarni olib kelishdan to'xtab. Ikkinchisiga obunachilar. Katta ikkalasi. Tumun qorasidan, qora panterasidan so'ragan obunachilarimiz. Aloqaga chiqinglar. Qayerda dostavkasi bor? Toshkentga joylashmas. Obunachilar hammasini bahbaqasini qaranglar. Ideal holatda. Mana qarang obunachilar. Mana qaranglar bahbaqalariga. Toshkentgacha. Toshkentgacha Yeb ichishga bir hafta. Yeb ichishga bir haftaga. Yosh oyligi. Ulan yosh oyliklarimi? Olsin 5 oylik. 5 oylikdan pilis. 5 oy pilis. 5 oylik qolsin, narxini gapir, chiroyli gapir, so'ramaydigan qilib gapirchi bitta. Bor baraka deydigan qilib 9,5 dan katta. Bor baraka. Obunachilar 9,5 million so'mdan bozorda ham bermaydi ash mollarni. Dangali. Bozorda ham video semga qilyapmiz. Bozorda ham 9,5 million shot qo'ymaydi lekin. O'shandan bo'ylari Obunachilar. 85 pilis. Ostini qaranglar, maşallah. 85 pilis. Bo'yga tortish. Aha. Ozgina shoqi bor ekan buni ham. Orqa korobkalari ham zo'r ekan, xudo xolasa. Qop-qorasidan ozgina qoshqasi bor ekan. Oyoq qo'llari ham ideal holatda. Yosh oyliklari 3 oy pilis. 3 oy pilisga mana qaranglar. Mana qaranglar jonivorni o'ynoqlashlar, mana qaranglar. Ha, joning sog' bo'lgur. Qanday dostavkasi bor? Dostavkasini vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Biz platni undaga kelishilgan. Narxi nech pul? Narxini 2 ta 8 ga olsin, ketdi. 8 u 5 ga olsin, 8,5 million so'm pul sanashadi. Bor baraka. Ha, bor baraka. Ha, bor baraka. Yana dehqon akalarimizdan so'raysan, sotamiz. Bor baraka. Obunachilar 8,5 million so'mga. Mana kindikli variantidan so'ragan obunachilarimiz, kindikli variantidan. Xudo xolasa yaxshi narx qo'yyapti bugun Muhammadrzo. Voy joningdan. Nima deyapti bu? Obunachilar hammasini ostida ya. Sigir qilib olishi rosa go'zalida. Ha, senda faqat go'zal bo'ladi. Xudo xolasa bizda Bitta hammasini yech bugun. Bugun pul bo'shashga sotaman deb chaqirgan Muhammadrzo. Mana qaranglar. Oy kiprigida obunachilar. Bular Ko'zini ozgina jigarrang rangi bor ekan ko'zida. 85 plyusga. Mana qaranglar obunachilar. Yosh oyliklari olsa 2,5 oy. 2,5 oylik qolib o'rgansizlar. Qayerda dostavkasi bor buni ham. Dostavkasi vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Ularga kelishilgan. Qaranglar obunachilar, o'ynaqlashlarni. Vodiy bo'ylab yetkazib berasan. Ularga kelishilgan holatda. Bismillahirrohmanirrohim. O'zingga o'xshab arzonchisan. Chiroyli qilib qo'yib ber. Chiroyli qilib qo'yib beramiz. Aha. Deb boshla. Sen obunachilar. 8 million 300 ming so'mdan. 8 million 300 mingga bor baraka. Bor baraka. Obunachilar ashidan so'ramam lekin, ashini arzon qo'ydi. Dangali. Voy joning nima ko'zlarda qorasini obunachilar e'tibor berib, bitta like bosinglar. To'qolmi? Shoqonni bori hali chiqarmagan. Obunachilar ostlari ham haqiqiy zo'r ekan. Bitta yech buni ham. Men ham yechaymi? Ha, hammasini yechib ber. 80 pilisda. 80 plyusda. Yosh oyliklari 2 oy pilis. 2 oy plyus. Vodiy bo'ylab dostavkalarini yetkazib beradi. Bir hafta garantiyasi bor. Endi o'zing narxini. Narxi boshda suv tekin qilib beraymi? Ha, suv tekin qilib ber. 2 ta 7 ga olsin, ketdi. Bor baraka. Obunachilar 7 million 700 ming so'mga mana shu o'zagimiz aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. 7 million 700 ming lekin chiroyli narx qo'yib berdi. Aloqaga chiqinglar, vodiy bo'ylab dostavka qilib beradi. Va'da qilingan vaqtlar keldi. Bonus! Bonus. Voy mashallah! Shved taqiq tozasi, to'qoli. To'qol variant. To'qol variantida. Xudo xolasa haqiqiy zo'radan obunachilar mana qaranglar. Ha, joningdan, joning sog' bo'lgur. Mana qarang, o'ynashlar chiqadi.
Bo'ylari 80 kelaverar ekan. Bo'ylar 80 kilo. Bir hafta garantiyasi bor. Yeb ichiga bir hafta garantiyasi bor. Yemadi ham, yeb ichadi ham. Ha, nimani bersa erkin-da. O'zi payani qonni ochib bo'lsa tashab qo'ysalar, obunachilar yeb ham qo'yaveradi. Tuxum kallasidan, stakan tuyog'idan. Originali ta do'q xolasi. 8 bosh bugunga haqiqat. Lubitillari deydimi? Lubitillari. Ashlar buni ko'p maqtash kerak yo'q. Mol o'zini o'zi maqtaydi sifati bilan. Men pul bilan maqtanaman. Molni sen qancha maqtaganing bilan huli bo'ladiganmi? Hech bo'la olmaydi. Mol o'zini o'zi maqtaydigan ekan. O'zini o'zi maqtaydigani. Men puli bilan maqtanaman. Puli bilan maqtanchgani? Puli bilan maqtanayman. Ha. 7 million 500 ming so'm olasiz. 7 million tekis pul berishar, nima deysan? Bor aka. 7 million 300 ming so'm berishsin ket. Bor aka. Obunachilar 7 million 300 ming so'mga mana shuni bozorga olib chiqinda, obunachilar 7 million 300 mingni 8 million sotasiz. Eng kamida. Boqishsin ham yaxshi foyda qiladi, xudo xohlasa. Ha, bozorga olib chiqsa ham foyda qiladi. Xudo xohlasa bilan dehqon akalarimizga nasib qiladi. Xudo xohlasa obunachilar, bugungi videolarimiz tugadi. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lasizlar. Ikkinchi partiyalar xudo xohlasa ertaga yangisiz qaynab turgandan chiqamiz. Like bosing, orqacha ko'rsanglar bo'ldi.